Salom do'stlar, siz bu qiziq kanalni tomosha qilyapsiz. Hoynahoy bu kim bo'ldi deb ajablanayotgandirsiz. Gap shundaki, sharhlovchingizning biroz tobi yo'qroq. Shuning uchun sog'ayib ketguniga qadar videolarni men sharhlab turaman. Bu albatta vaqtincha. Shunday ekan, sharhlovchini tez orada sog'ayib ketishini tilagan holda bugungi videomizni boshlaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Barchamiz transportning taksi, avtobus yoki poyezd kabi odatiy turlarga o'rganib qolganmiz. Ammo shunday mamlakatlar borki, ularning aholisi o'zgacha. Umuman tasavvurimizdan yiroq vositalardan foydalanishadi. Ikkitalik dumaloq skeyt. Oddiy skeytlardan farqli bo'lgan ikkitalik dumaloq bu model oyoqlarni ozod holda o'girib va aylanib boshqarish imkonini beradi. Skeyt asosan diametri 25 sm-lik ikkita g'ildirak va oyoqlar uchun qulay platformalardan tashkil topgan. Ko'p shovqin-suronga sabab bo'luvchi bu yo'lovchi qayiqlardan Tailand aholisi har kuni foydalanadi. Ularning yo'nalishi har tomonga tarqalgan suv kanallarining butun boshli tarmog'i orqali o'tadi. Xitoyda dvigatel bilan jihozlangan qayiqlar shunday deb ataladi. Gongkongda jonkalar yo'lovchi tashishda ommalashgan transport turi hisoblanadi. Germaniyaning Wuppertal shaharchasi 20-asr boshidan beri faoliyat ko'rsatadigan osma temir yo'li bilan mashhur. U orqali poyezd har kuni 82 minggacha odam tashiydi. Uning yo'nalish uzunligi 13,5 kilometrga teng. Ularni 19-asrda Yaponiya madaniyatining tarkibiy qismiga aylangan an'anaviy transport vositasi deb hisoblash mumkin. Kubada aholini tashish uchun yuk mashinasi va avtobusning o'ziga xos gibridini yaratishdi. Afsuski, uni hozir ishlatmay qo'yishdi, ammo unda avvallari 300 tagacha odam tashishgan. Ular hozir Amerikada juda ommalashgan. Dean Keymanning 2001-yilda paydo bo'lgan ixtirosi o'zini mustaqil boshqara oladigan elektrik samokatdan iboratdir. Bu poyezd dunyoda eng tezkor hisoblanadi. O'zining magnit yostiqchasi tufayli tezligini aql bovar qilmas ko'rsatkich. Soatiga 431 kilometrgacha yetkazishi mumkin. Poyezd yo'lovchilarni Shanxaydan Pudun aeroportigacha tashiydi. Londonda ham o'zining amfibiya avtobusi bor. Unda sayyohlarga ham shaharni, ham Tamza daryosini ko'rsatishadi. Bundan 1000 yillar avval ham mavjud bo'lgan Misr yelkanli qayiqlari shunday ataladi. Mahalliy madaniyatning muhim qismi bo'lgan bu qayiqlardan hozirgacha foydalanishadi. Shovqin-suronli Vyetnam shaharlarida tez harakatlanish uchun bu velotaksilar ayni muddao. Kambodjada harakatlanishning iqtisodiy jihatdan o'ta foydali usuli sifatida elektr dvigatel bilan jihozlangan bambukli drezinalardan foydalaniladi. Peruda mahalliy qamish totoridan qilingan antiqa ko'rinishli qayiqlar bor. Ularni nafaqat sayyohlar yaxshi ko'rishadi, balki baliqchilar ham foydalanishadi. 20-asrda Valparaisoda chililiklar yog'ochdan maxsus liftlar qurishgan. Bundan maqsad tepaliklarda yashovchi kishilarni tashish bo'lgan. Hozir esa bu liftlar shaharga yuqoridan ko'z tashlashni istagan sayyohlar uchun xizmat qilmoqda. Niderlandlar yo'lovchilar tashish masalasini juda qiziqarli yechimini topishdi. Amfibus deb ataladigan bu transport nafaqat yerda yurishi, balki suvni ham kechib o'ta olishi bilan diqqatga sazovor. Unda Rotterdamni sayr qilishingiz mumkin. Qadrli do'stlar, mening shaxsiy qiziqarli TV kanalimga ham tashrif buyurishingizni tavsiya qilaman. U yerda ham siz bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Kanalimga o'tish manzilini videoning tagida qoldirdim. Marhamat, videolarimga baho bering. Hozircha shular. Video yoqqan bo'lsa, sizdan like. Kelgusi ma'lumotlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun ekrandagi obuna bo'lish tugmasini bosing. Xayr, salomat bo'ling.